Bu uyatli, lekin gapirilish kerak bo'lgan mavzudir. Vaginizm bu o'zi nima? Vaginizm bu qin mushaklarni jinsiy aloqadan oldin beixtiyoriy qisqarishidir va shu qisqarish hisobiga qiz bolalarimizni jinsiy aloqa qila olmaydi va shu sabab yosh oilalarimizda ajrim ko'paymoqda. Vaginizmning o'zi ikki xil turi bor. Birinchisi chin va ikkinchisi soxta. Chin turi bu psixogen. Ko'pincha qizlarimizda qo'rquv bo'ladi. Ya'ni jinsiy aloqada og'riq bo'ladi deb yoki yoshligida qanaqadir psixologik travmalar hisobiga kelib chiqadi. Soxta esa ko'pincha jinsiy a'zolarda yallig'lanish yoki qin tuzilishi yoki gimen, ya'ni qizlik pardani tuzilishi boshqacha bo'lsa, shuni hisobiga kelib chiqadi. Bunga albatta yechim bor. Yechim topish uchun albatta siz seksolog, ginekolog, psixolog bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Va hozirgi kunda vaginizmni yechimi bor, albatta bu botoks terapiyasi. Ya'ni o'sha qin mushaklariga botulotoksin jo'natish hisobiga qin mushaklari bo'shashadi. Bu albatta ko'pincha chin vaginizmda ishlatiladi va samarasi bor. Bu mavzuni gapirishimdan maqsad shu sabab ko'p oilalar menga murojaat qilmoqda. Hattoki shunday oilalarni bilaman, qizlarimiz turmushga qurgandan keyin ham nechidir yilgacha qiz bola bo'lib ham yuradi. Bu videoni yaqinda to'yi bo'lgan yosh oilalarga yuborib qo'yamiz.